O'qituvchilar uchun eng og'riqli nuqtalardan bittasi, yaxshilab dars o'tayotgan bir paytda kutilmaganda eshikni ochib, komissiyalarning kirib kelishi bo'ladi. O'qituvchi endi ularni haydab chiqarishi ham mumkin, qonun-qoida bo'yicha. Lekin bilib qo'yingki, ana shunday qilgan o'qituvchilar uzoqqa bormagan. Kavlashtirib bir narsa qilib yurib, albatta aybini topishgan. Masalan, men kollejda ishlagan paytimda bir komissiyalardan bittasi aytib bergan edi. Men oppoq qog'ozdan xato topa olaman deb. Shunaqa. Bir dars o'tayotganimda bir 3-4 tasi kirib keldi. Shotir so'rash yo'q, boshqa yo'q, eshikni taqillatish mumkinmi deyish yo'q. Takirda bolalar qanaqa nima bu? Ko'rib turib bolalardan so'rayapti. Mana shu domla yaxshi dars o'tadimi? Agar sizlarga ma'qul kelmaydigan bo'lsa, hozirda o'zidayoq bo'shatib tashlayman. Hali bir jo'ja xo'roz, ona suti og'zidan kelmagan bola. Endi unaqa espas, kaltabin, savodsizlar bilan olishib o'tirishni keragi yo'q. Olimlar, donishmandlar hech qachon savodsiz kaltabinlar bilan olishib o'tirmaydi. Agar ular bilan olishadigan bo'lsangiz, albatta aybni topadi. O'qituvchi o'sha paytlarda judayam bir himoyasiz bo'lgan. Bir narsa qilib yurib, katta miqdorda jarima solishi, ishdan haydashi, aniq narsa bu. Shuning uchun ham o'qituvchilar nima qilgan? Ularga indamay turavergan. Chunki o'qituvchini himoya qilishmagan. Ayb o'zida, demak shunaqa. Endi hozirgi kunda endi har qalay himoya qilish ozmi ko'pmi bor, lekin ko'rib turibsizlar, haligi internetlarda chiqarib, shu o'qituvchilarni qoralab, boshqa qilish shunaqa holatlar bo'lib turibdi. Shu narsalarni yo'qotish kerak. Dunyoda eng ulug' kasb o'qituvchi hisoblanadi. Lekin bizda nimagadir shu pastga urgisi kelishadi-da, hayron qolaman. Uyda xotini bilan urushib qolsa ham alamini o'qituvchidan olishadi. Hayron qoladigan darajada. Eng ulug' kasb kishi ruhining injeneri hisoblanadi. Mana shunaqa Alisher Navoiydan tortib hozirgi shoir yozuvchilarimizgacha o'qituvchilarni ulug'lashgan. Demakki, shunday ulug' kasb egasini hurmatini joyiga qo'yish kerak.